Aeroport Unukova 29-aprel 2026-yil bu videoda hujjatda kamchiligi bor insonlar va Zatokaronadan qarzi bor insonlar hoziroq ko'ringlar va metroda tekshiruv bo'lyapti. Kechada farishga bo'lsa ham qo'shimcha pul so'raydi, Zatokaronadan qarzi bo'lsa ham qo'shimcha pul so'raydi. Akalarim Endilikda Rossiyadan O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikistonga katta miqdordagi pul jo'natmalarini juda ham oson yo'l bilan o'tkazish imkoniyatiga egasiz. Qanday qilib deysizmi? Buning uchun Mir Privilegi ilovasi sizning xizmatingizda. Siz Rossiyadagi eng yuqori miqdordagi pul o'tkazmalarni faqatgina bizda Mir Privilegida topa olasiz. Aytgancha, pul jo'natmalarini amalga oshirish vaqtida 120 Hayotbek Ahmedov promokodidan foydalaning va eng yuqori kurslarga ega bo'lish bilan birgalikda 100 rubldan 1000 rublgacha tejab qoling. Mir Privilegi biz bilan hammasi oson. 29-aprel aeroport Unukovaga Buxorodan, Sirdaryodan, men Buxoro, to'g'risini aytinglar, mana YouTube kanaliga qo'yamiz. Hujjatda muammoingiz bor. Menga aloqa qildingiz. Xudo xohlasa men inshaalloh ketganingizga javob beraman, to'g'rimi? Hali ayrim videolar bo'lib qolyapti. Men chiroyli tushuntirib qo'ymoqchiman. Siz 1000 so'm qarzingiz bo'ladimi, 1 million qarzingiz bo'ladimi? Bu qarzdorlik, akam sudga oshmagan bo'lsa, siz o'zingiz ham ketaverasiz. Yo'q. Biz Zatokaronadan qarz bo'lsa, qo'shimcha pul to'lanmaydi. Biz faqat hujjatda kamchilik bo'lsa, aeroportda tinchroq ketishingizga bir imkoniyat yaratib beramiz, yordam beramiz. Shu, misol rozыскада bo'lsangiz, bir narsa ish qilib qo'ygan bo'lsangiz, ularga biz javob beramiz. Faqat misol mana patent qilmagan yoki qanaqadir kamchiligi bo'lsa, aka oshda rasxod qilmay desa, yordam desa, mana xuddi shundan chiqdinglar, to'g'rimi? Shuning uchun biz qo'limizdan kelgancha yordam beramiz. Aka siz nechinchi marta bizga aloqaga chiqib kelyapsiz? 4-chi marta siz? 2-chi siz? 2-chi marta. Rostmi yo yolg'onmi? Yo'q, akalar mana borini aytishyapti, mas'ullar bir haligi aytilgan yo'q. Ekrandagi nomer faqat aeroportga hujjatda kamchiligi borlar uchun tegishli. Endi videoda to'liq aeroport Unukovadan chiroyli qilib tushuntirib beraman. Aeroport Unukova 29-aprel 2026-yil bu videoda hujjatda kamchiligi bor insonlar va Zatokaronadan qarzi bor insonlar hoziroq ko'ringlar va shunga o'xshash do'stlaringizga jo'natib qo'yinglar. Ya'ni bugun biz aeroport Unukovadan video qilib beraman. O'tgan videoda men qisqacha informatsiya bergan edim. Ko'p aka-ukalarimiz jindek tushunmadi. Ya'ni aka-ukalarning birinchi masala kimdan kim Zatokaronadan qarzi bo'lsa, sudga oshmagan bo'lsa, hech kimga qo'shimcha pul berib uch ketishingizga do'jin emas. Ya'ni hujjatingizda kamchiligingiz bo'lsa, ya'ni qarzdorligim bor, buni ham hal qilib ber deb gap so'z gapirmay qo'yavering. To'g'risini aytaman, shunaqa shustriylar paydo bo'lib ketgan. Kechada farishga bo'lsa ham qo'shimcha pul so'raydi, Zatokaronadan qarz bo'lsa ham qo'shimcha pul so'raydi. Akalarim, hech kimga iltimos qilmasangiz ham, ya'ni sizni kimdir mana shu aeroportdan qo'lingizda ushlab olib kelish shart emas. Siz o'zingizdan prima kirib ketsangiz bo'laveradi. Siz kirasiz, salomatligini qilasiz, bo'ldi. Ya'ni siz deport qilib yo zapret qilib yoki unda restoran olib bo'lmaydi. Bu narsalar qancha bor haqiqatni gapirib beryapman. Ko'p insonlar shunaqa holatga uchrab qolib, "Hayotbek, siz videozni endi ko'rdinglar, oldinroq murojaat qilmabmiz" degan so'zlar bo'lyapti. Mana videoda boshida ham ko'rdinglar. Akalarimiz bittasi 4 safardan beri murojaat qiladi, bittasi 2 safardan beri murojaat qilayotgan insonlar bor. Biz hamma uchun baribir usbet qila olmaymiz. Shuning uchun biz nomerimizni topolmayotganlar, videoda boshida ham aytdim, mana shu nomer 22 nomer menga tegishli va bizdan bilet oladigan insonlar ekrandagi nomerlarga aloqa chiqaringlar. Biz qo'ldan kelgancha xizmatdamiz. Agarda siz uzoq joyda yashaysizmi? Farqi yo'q, qo'limizdan kelgancha sharoitingiz yo'q bo'lsa, akalarim, biz to'g'ri tushunamiz. 3 ta 4 ta bilet olgan insonlar bitta joyda bo'lsanglar, bepulga aeroportga olib kelib qo'yish xizmati bor. Qo'ldan kelgancha xizmatdamiz. Dokumentingizda qanaqadir kamchilik bo'lsa, aytib o'tganimdek, ekranda boshida 22:00 aloqaga chiqaverasizlar. Biz inshaalloh xizmatda bo'lamiz. Hujjatingizda muammoingiz bor degani bu akam. Kelinglar chiroyli yana tushuntiray. Qishloqchasiga, jaydarchasiga rasxod degani. Buni bilasiz. Kimgadir 3000, kimgadir 5000, kimgadir 10000 rasxodingiz bo'ladi degani. Xolos, atak sizga nisbatan bu osha qo'pollik bo'lmaydi. Farishga pechatingiz bo'lsa ham qanaqadir to'lov bo'lmaydi. Bu granitsa emas, ya'ni mashinada kirib chiqib yuradigan bu. Samolyotda ketasiz. Bo'ldi. Samolyotda ketayotgan odamlar unaqa farishga pechating bor ekan, 3000 berasan yo shtrayb yozib beraman demaydi. Mana uchayotgan insonlar bo'lsa aytsin, yozsin, o'zingizlar haqiqatmi yo yolg'onmi? Bilasizlar, men borini ochiq-oydin gapirishga harakat qilaman. Shtobi aka-ukalarimiz qiynalib mehnat qilgandan keyin ketayotgan paytda bor pulni ishlatib ketishini xohlamayman. Shuning uchun mendan ham bilet olmanglar. Eng arzon, ishonchli bilet qayerda sotilsa, o'shadan bilet olsanglar bo'laveradi. Xudo xohlasa biz aeroport Unukovadan video qilamiz va qisqa qilib aytganda, arzon biletlar kerak bo'lsa, ekranda, ya'ni описаниеda ham, ekranda ham nomer telefon va Telegram kanali turibdi. Obuna bo'lib bo'lsanglar xursand bo'lamiz. Qani, bismillah. Xullas ko'rib turganlari metro tarafda shu holat. Endi shuni olib sizlarga informatsiya joylab qo'ymoqchiman. Soatimiz 6 bo'ldi. Kimdan kim kelayotgan bo'lsa, shu kechki paytda uchadiganlar uchun
metroda tekshiruv bo'lyapti. Yo'q emas, lekin bu degani sizni restoran olib qolib, anaqada vahima emas. Akalar aytib o'tganim salom-alik bo'ldi. Hech qanaqa qo'rqmanglar. Avvalambor hammasi Allohdan, yuzinglar yorug' bo'lsin. Faqat chiqmanglar bo'ladi shu. Boshqa hech qanaqa hech narsa bo'lmaydi. Shunaqa. Agar mabodo aeroportda meni ko'rib bo'lsanglar, hayotda kel desanglar, men o'zim kelib qo'ldan kelgancha yordam beraman. Lekin bitta masala, shuni ham aytib qo'ymoqchiman. Imkon qadar hech kim o'rtaga tiqmanglar. O'zinglar primoy gaplashsanglar yaxshiroq va arzonroq tutilasizlar. Atak men o'zim aeroportda bo'lsam bepul, mutlaqo bepul o'zim xizmat qilaman. Shunday gaplar kerak. O'zbekiston havo yo'llariga mana shu holatda tablo bo'yicha va Pobeda yutasi tushuntirib o'tmoqchiman. Mana ko'rib turibsizlar. Farg'ona Pobeda bor ekan, 139 dan 140 deb qo'ydi. Tepada Samarqand, bu ham Pobeda, Yuter Toshkent turibdi. Xo'p. Samarqand Pobeda turibdi. Yana qaysi? O'zbekiston havo yo'llari tegishlik. Buxoro bor ekan, Toshkent bor ekan. Xo'p, mabodo ikkinchi etajdan kirgan bo'lsanglar, mana shu holatda kirgan bo'lsanglar, akalarim, O'zbekiston havo yo'llari bu tarafda 51 dan 70 deb qo'ygan. Yuter mana shu tarafda 71 dan 90. Mabodo Pobedaga bo'lsa shu oxiriga borasizlar. Men hozir birin qator ko'rsatib beraman. Borini ochiq oydin. Mayda tarozi bor ekan. Если что. Xo'p. O'zbekiston havo yo'llari mana ko'k yonib turgan bu stoyka. Mana oldi 25 shu pasport kontrol kirib ketadigan. 60-51 aytib o'tganimda ko'rib turganlarda imенно O'zbekiston havo yo'llariga tegishli stoyka mana shu joyda bo'ladi. Hozir Toshkent bo'layotgan 32.8 mabodo Toshkentga bilet kerak bo'lsa, akalam 7300 rubldan bagajli bor. 32.8lik. Bu tarafda Buxoro, Termiz, Urganch. Aytgancha akalam havo yo'llari 23.8 mabodo bilet kerak bo'lsa, bu yerga ham akalam 6300 dan boshlab 7.5 gacha qilib beramiz. Ko'rib turganingiz mana shu ponni o'sha qizil daroshkadagi imенно O'zbekiston havo yo'llariga tegishli stoyka 51 dan 60 stoyka. Mabodo adashib O'zbekiston havo yo'llariga bilet topib qo'ygan bo'lsa, shu yerda to'g'risida ko'rib turganlarda hamma uyga sekin-asta qaytyapti. Bu yerda ham tablo bor. Hamma tablo bitta narsani ko'rsatadi. Kimlar kim tushunmasa, O'zbekiston havo yo'llarining ofitsialniy kassasi 232, lishniy yukka to'lov. Bu yerdan bagajni topshirib, qo'lingizga biletingizni olib olganingizdan keyin akalar, qayerga o'taman, nima qilaman deb ijolat bo'lmanglar, bu tarafga kirmaysizlar. Faqat sizlarga kerakli joy 18 dan 31. Mana shu holatda akalar mana shunday o'tasizlar. Lekin havo yo'llariga bilsanglar, mana soatchaga sog'izmaydi, bu tarafi yaxshi. Shuni o'tasiz, bo'ldi. Agar mana shunday ketiladi. Pasport kontrol ko'rib turganlar 18 dan 31. Keyin sirasi aytib qo'ymoqchiman, rublda $10,000 hisoblab 750 ming 800 ming rublgacha olib ketsa bo'ladi yoki $10,000 olib ketsanglar bo'laveradi. Bular shunaqa gaplar. Aka, assalomu alaykum. Sog'lik joyi. Pobeda kompaniyasi kimda kim Pobedaga bilet olgan bo'lsa, bir informatsiya yetkazib qo'ymoqchiman. Ko'p akalarimiz bilet sotmaysin Pobedaga deb so'rashadi. Akalar, bilet realniy men savet bermayman. Mabodo odamni o'zi iloji yo'lidan oladigan bo'lsa, bilmadim. Lekin birinchi o'chirda O'zbekiston havo yo'llarini doim savet bergan bo'lardim. Kimdan kim Pobeda kompaniyasi bilet oladigan bo'lsa, ruchnoyga e'tiborliroq bo'linglar. Kilosi to'g'ri kelgani bilan savatchaga, mana shu savatchaga tushmasa, lishniy rasxotingiz bo'ladi. Shuning uchun imkon qadar men harakat qilaman. Faqatgina havo yo'llariga yoki Qo'noshot kompaniyasiga savet beraman, shu bilet olinglar deb. Qolgan aviakompaniyalariga men addushi savet bermayman. To'g'ri. Shuning uchun maksimal darajada kimdan bilet oladigan insonlar bo'lsa, bilet narxlarini ko'ringlar. 1000 so'm, 1,5 so'm raznica bo'lyapti xolos. O'zi asli Pobedadan ko'ra, Yuterdan ko'ra, Uraldan ko'ra shu havo yo'llari va Qo'noshot aviakompaniyasi yaxshi. Shuning uchun hozir ham video olish jarayonida Pobedadagi holatni ko'rib, Instagramga qo'ydim, videoda kirib ko'ringlar. Rushnoy klad bo'yicha ko'p rasxot bo'lyapti. Ko'p aka-ukalarimiz bilet arzonligi uchib turib, shu Rushnoydan lishniy rasxotga tushib qolyapti. Shunday gaplar akalar. Nima deymiz? Hozir Pobedani bir qator ko'rsatib beraman holatini. Akalar mana xudo xolisi, hali videoda aytilgan gaplar rostmikan? Birov bezda qilmadimi? Ochiq pul to'lamadinglarmi? Yo'q. Aytmaydan bezdirmadimi? Yo'q. Ishonarlimi hozir? Bo'ladi. Akalar mana 29-aprel mana shu akani olib keldim. Mana shu holat. Savet bersanglar bo'ladimi? Samiqlarni o'tganman. Shunday gaplar akalar. Ko'rib turganlaringiz Samarqand, Toshkent registratsiya bo'lyapti va stoykasi 128 140 stoyka.
Mana shu joydan Pobedaga kelib registratsiya qilsanglar bo'laveradi. Men hozir pastga tushib bir qator tushuntirib o'taman. Jigarlar, bugungi videomizdagi har doimgidek manfaatli bo'ldimi? Keyingi videomiz qaysi aeroportdan bo'lsin, albatta yozib qo'yinglar. Maksimal darajada harakat qildim bor informatsiyani berishga va sizlarga bor haqiqatni ham gapirib, ham ko'rsatib berdim. Xudo xolasa, sizlar xizmatinglardamiz. Inshaalloh bemalol aloqa qilsanglar bo'laveradi.